Assalomu alaykum. Bugun biz Olmazor tumanidamiz. Biz bu xonadon uchun 12 yil oldin eshik qo'yib berganmiz. 12 yil davomida bu eshiklarimiz uy egalari uchun qanday xizmat qildi? Hozir birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Fayzli xonadonni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Xullas uy egalari 12-13 yil oldin uy qurilishida aynan kompaniyamizga murojaat qilishgan va eshiklarni biz o'rnatib bergan edik. Va endi mana shu eshiklar hozirgacha qanday xizmat qilgan, shu savolga javob topish uchun xonadonga o'zimiz keldik. Hozir birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Xo'p, bu uy menimcha qayta remontdan o'tgan. Bu meni fikrim. Hali uy egalari bilan gaplashish imkoniyati bo'lsa, yana ham so'raymiz. Xullas, kompaniyamiz tomonidan bu xonadon uchun demak 5 ta eshik tayyorlab berganmiz. 2013-yil bo'lyapti do'stlar. Bu orada bir chaqaloq tug'ilib 13 yoshga kiryapti. Kimdir maktabga borib ketyapti. Qoyil qolish kerak. Xullas, mana bu eshikdan boshlaymiz. Siz uchun to'liq fikrlarimizni mana shu eshik 2013-yilda kompaniyamiz tomonidan tayyorlab berilgan va ko'rishinglar mumkin qanchalik yaxshi holatda turganligini. Xullas, bu eshigimiz 002 modeldagi Lipistok modeldagi eshik hisoblanadi. Ko'rganingizdek, mana bu yerda oynali shaklda tayyorlab berilgan. O'zi biz mijozlarimizni xohishlaridan kelib chiqqan holatda tayyorlab beramiz. Bu yopiq holatda ham tayyorlash mumkin. Xonaning ba'zi bir eshiklari aynan mana shunday yopiq holatda tayyorlangan. Endi mehmonxona bo'lganligi uchun yoki oshxona bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda mana shunday oynali tarzda tayyorlash mumkin. Xullas, 2 tabaqali eshik 002 model Amerika yong'oq shponidan tayyorlangan va hattoki hozir ham ochsangiz hech qanday ovoz eshitilmaydi. Xullas, bu tomonda oshxona, bu tomonda yotoqxona. Har ikkalasi akbariy eshiklar hisoblanadi. Devor uchun maxsus qoplama ham bor. Bu ham bizning mahsulot hisoblanadi. Va xonadon uchun bitta maxsus oynasiz eshik ham o'rnatilgan. Bu endi mehmonlar uchun mana shunaqa holatdagi eshikni tanlashgan mijozimiz va eshik xuddi shunday holatda tayyorlab berilgan. Bu ham 002 Lipistok modeli. – 12 yil davomida eshikka hech narsa qilmaganmi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Yo'q, mana shunaqa jarohatlar ham bo'lishi mumkin. Endi bu aslida nima uchun mana bunday bo'lganligini hozir uy egasini o'zlaridan so'rab, batafsil bilib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormang, yaxshimisizlar? Rahmat. Xizmatlarim charchamayapsizlar. Issiq kunlarda chop-choplar. Xudoga shukr, rahmat. Keldik, mana eshiklarni ko'rdik. 12 yil avval o'rnatilgan ekan bu eshiklar. 2013-yil o'rnatilgan. Qarang. Shunda buyurtma berganmizda bir pasda qo'yib ketishgan. O'sha kuni ko'chib kirib kelganmiz bu yerga. Xo'p, eshiklarimiz mana endi eshiklarimizni o'zimiz bilamizda, hurmatli muxlislarimiz. Lekin uyning ichki interyeri, dizayni ham, ya'ni qurilishini o'zgartirganmisizlar? O'rtada remont bo'lganmi? Yo'q, remontlar bo'lmagan. O'sha bo'yicha shunda turibdi. Ha, eshikni sifati uyga ham yuqqan, qarang. 12 yildan beri hech narsa o'zgarmagan. Nima deydi? Artib-surtib qarab turamiz, tozalab. Hali remontdan bo'lmaydi. Hali bitta joyini usta chaqirib qaratmaganmiz. Eshikka ham, eshikka ham chaqirmaganmiz. Chunki biz eshiklarni o'rnatib berganimizda o'rtada kafolat beramiz, 1 yillik servis xizmatini kafolat beramiz. Ya'ni eshikka qandaydir nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishsa, biz bemalol uni to'g'rilab berishimiz mumkin. Demak, sizlar hali unday imkoniyat. Yo'q, biz murojaat ham qilmaganmiz, o'sha qo'yilganicha shuncha yildan xizmatini qilib turibdi. Bemalol mana qancha mehmondorchiliklar, to'ylar ham qildik. Xudoga shukr, yaxshi turibdi. Qarang, navaralaringiz ko'p-ku? Ha, Allohga shukr, rahmat. Navaralar ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak uyda baribir sho'xliklar bo'ladi. Bolalar bo'ladigan bo'lsa, eshiklarga zarar yetkazishlari mumkin. Demak, zarar yetmabdi-da. Yo'q, unaqa taqalatib yopsa ham tiq etgan yo'q shu paytgacha. Darang etib urib ketishadi. To'g'ri, maza qilaman-da shunaqa fikrlarga. Bu samimiy gaplar, do'stlar. Yo'q, u haqiqatdan urib haydi guruvchi, unaqa yo'q, shu paytgacha hali tiq etgani yo'q. Shunda turibdi. Remontga odam chaqirganimiz yo'q. Shu paytdan xizmatini qilib kelyapti. Mana yana qancha yil xizmat qiladi, Alloh biladi bu yog'ini. Xudo xolasa. Endi dodamiz bu ichki remontlarni, interyerlarni o'zgartiraman demayaptilarmi mabodo? Yo'q, mana shunda turibdi-ku, remontlarimiz ham yaxshi turibdi. Endi biz endi buni mana anaqa qilganmiz, mo'yishni qilib tozalab, upu qilib turamiz. Yilda bir marta anaqa qilib turamiz. Lekin
yangi ta'minlashni hali o'ylaganimiz yo'q. O'zgartirishlar. Mabodo agar rejada bo'ladigan Dizayner bo'lsa, o'zgarsa, ha. rejada bo'ladigan bo'lsa, biz kompaniyamiz xizmatlarini yana sizga taklif etamiz. Endi biz sizga bitta kichkina sovg'a beramiz. Bu sovg'amiz orqali siz keyingi safar eshiklarni uydan turib tanlashingiz mumkin bo'ladi. Mana shu sovg'a siz uchun Akbarich kompaniyasi tomonidan. Rahmat, ovora bo'libsizlar-da. Ha. Bemalol ichida katalog bor. Uyda o'tirib bemalol dodam bilan birga. O'sha navaram 4 oyligida shu uchastkaga ko'chib chiqazganmiz. Qurilgan kuni eshiklar qo'yilishi bilan ko'chib chiqqanmiz. Hozir necha yoshda? To'xta, hozir 12 ga to'ladi. Hozir bitta duo qilasiz. Mana shu yerda uylanmagan yigitlar bo'lsa uylanib ketsin. Shu ukamiz ham 12 ga to'lgan bo'lsalar, to'ylari bo'ladigan bo'lsa, mana shu eshiklar bilan bitta o'tsin. Ilohomi. 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 Alhamdulillah robbil alamin. Yurtimiz tinch bo'lsin, avvalambor. Har bitta xonadonda osoyishtalik, mana shunaqa chiroyli uylarda, xonadonlarda endi maqtab bormayapman, uyimni o'zi hammani ham xonadonida fayzli bo'lsin. Fayzli bo'lib, yaxshi xonadonlar buyursin har bandaga. Ko'rgani yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi to'ylar qilsin. Sizlarni ham taninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Endi mana shu eshik quruvchilaring ham tani sog' bo'lsin. Mana shuncha yildan bizga juda ham chiroyli baquvvat qilib ishlab berishgan ekan. Yana Alloh berguvchi, yana qancha vaqtgacha xizmat qiladi. Ilohi bo'lsin. Sizlarni ham hammanglarni taninglar sog' bo'lsin. Uylamagan bolalarimga yaxshi joylardan ato qilsin Xudoyo. Ishinglarga bardavom bo'linglar. Xudoyo taninglar sog' bo'lsin. Xizmatlar qilib charchamanglar. Fazli bilan, karami bilan hamisha Alloh sizlarni mukofotlasin. Yo'llarda yurganda, ulovda yurganingizda Alloh panohida asrasin. Alloh sog' bo'linglar. Rahmat. Sizga rahmat. Alloh sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Umringlar uzoq bo'lsin Xudoyo. Mijozimizning fikrlarini o'zingiz eshitdingiz. Biz odatda ko'rsatardik, bugun isboti bilan bo'ldi. Agar sizga ham mana shunday 10, 12 va hatto 15 yillab xizmat qiladigan eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kompaniyamizga murojaat qilishingiz mumkin. O'zi uyingizdagi eshiklar siz uchun qancha vaqtdan beri xizmat qilyapti? Kommentlarda bu boradagi fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Doimgidek biz sizga mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan o'lchamda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Milliy brend Akbarich, ko'ngil tinch.